O'tgan safar befarosat kelilar haqida qo'ygan postimga tagiga qisqacha shunaqa komment yozib ketilgan. Ba'zi bir befarosat sur kelilar ham yo'q emas. Tipo onasiga qilgan munosabatini senga qilsa bo'ladi deb o'ylaydi. Bunaqa ham yo'q emas. Ha, haqiqatdan shunaqa ham yo'q emas. Haqiqatdan shunaqa befarosat onalarning qizlari bor. Haqiqatdan shunaqa betarbiya oilada katta bo'lgan qizlar bor, lekin siz hech ham sinf almashtirib ko'rganmisiz? Yoki ishini almashtirgan tanishingiz bormi? Aytaylik, o'sha rasvo muhitda tarbiya topgan qiz nimadandir to'yib ketganligi uchun gap qaytarib betizga sapchishni boshlaydi. Bu har birimizda himoya mexanizmi. Insonda rad etib bo'lmas shunaqa xususiyat bor, u doim atrofdagilariga o'zini qanday bo'lishini xohlasa, o'shanda ko'rsatishga harakat qiladi. Qanday bo'lsa emas. Yetmaganiga yangi sinfini o'zgartirgan o'quvchi borgandan keyin o'zini qanchalar rasvo inson ekanini emas, balkim atrofdagilar qanday ko'rishni istasa, shunday ko'rsatishga harakat qilyapti. Aytaylik, o'quvchi yomon muhitdan juda ham yaxshi muhitga kelsa, har doim shaltoq yurgan o'quvchi o'zini kiyimidan, o'zini tutishidan, sochini kirligidan yoki bo'lmasam o'zini shu rasvo xulqi bilan sinfdoshlaridan ajralib qolayotganini sezadi va o'zini yangi sinfga moslab tutishga harakat qiladi. Agar o'quvchi eski sinfidan yangi sinfini bir tuki kam emas ekanini ko'rsa-chi, aytaylik, o'sha sur kelinni onasidan qiz qochib kelib, "Onam, endi o'zimni tilla farishta qilib ko'rsataman" degan onani bir tuki kam bo'lmasa-chi, o'sha betarbiya sur kelinining uyidagi har kungi urush siz uyingizda ham bo'ladigan bo'lsa-chi, haqiqatdan tomi ketgan inson bo'lishi mumkin, ya'ni ruhiy nosog'lom insonlar bo'lishi mumkin. Agar sizni fayz va farosatga to'lgan oilangizda kelin o'sha o'zini chiroyli ko'rsatadigan niqobini taqib yurishga ehtiyoji bor deb hisoblaganda edi, o'sha niqobni hech qachon yechmagan bo'lardi. Demak, siz uyingizda bu narsaga ehtiyoj yo'q. Demak, yashab qolish uchun kurashish kerak. Siz uyingizda ham xuddi o'zini sur va betarbiya uydagidek ekan. Men xohlamayman kimnidir yaxshi yoki yomon deyishi, lekin meni jamiyatda o'zini o'rnini yaxshigina topgan shunaqa ustozim borlarki, ular bir marta menga aytganlar, katta bilan kichkina urushganda doim aybdor katta bo'ladi, chunki u o'zini kattaligini, hurmatini, o'rnini, aqlini qadrlamadi. Kichkinani qo'yib turaylik deganlar.